Do'stlar, 37 ming dollarga Novostroykadan 3 xonali uyimizdan srochni sotuvga qo'ydik. Hop, ko'rishingiz mumkin, eshikdan kirish qismimiz, prixoshkamiz joylashgan. Bu tarafimiz oshxona bo'ladi, mebellari bor, xaladniklarni qoldiraman deyaptilar. Uy duh kontirni atapleniya bilan isitiladi. Hop, bu xonamiz zal qismimiz bo'ladi. Polni mebellar qolar ekan, gilamlarigacha qoldiraman deyapti. Televizor ilishga, konditsioner ilishga joylari bor. Hop, zaldan chiqishimiz bilan sanuzelga o'tamiz. Sanuzellarimiz ham kattagina. Kafellar qilingan, remontlari yaxshi. Hop, ikkita xonasi ham alohida bo'ladi. Hop, yotoqxonamizga o'tamiz. Chiroyli mebellari ham qoldiraman deyaptilar. Hop, bu tarafimizda detskiy xonamiz, навесной balkonlari bor ekan. Mana bu stolli kelisha olsak, buni ham qoldiraman deyaptilar. 37 ming dollar qimmat deb kommentariyaga yozmoqchi bo'lganlar, sizlar uchun alohida izoh qoldiraman. Uy egalariga 40 ming dollarga tushgan, kreditlari sababli 37 mingga srochli sotmoqchilar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Chirchiq shahar 2-mikrorayon, Yangi O'zbekistonda joylashgan, 9 etajli dommi, 6-etajda.